Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, Ravon TV kuzatuvchilari. Bugun biz Toshkent shahrining Uchtepa tumaniga keldik. Izza ko'chasidagi ajoyib katta uchastkani ko'rsatamiz. Video boshlashdan oldin sizlarga orientirni ko'rsatib boraman. Mana shu yo'ldan biz O'rikzor bozoriga chiqib boramiz. Bu tomonimizda Nur Saroy to'yxonasi. Hozir men sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana shu ko'rib turgan oq binomizda Nur Saroy to'yxonasi bo'ladi do'stlar. Orientirlarimiz Uchtepa ROVDsi yaqinida joylashgan ajoyib katta uchastkani bugun sizlarga taqdim etaman. Albatta videodan uzoqlashmang, chunki bugungi ko'rsatilgan narsam juda ham ko'p va albatta sizlarga ma'qul bo'ladi. Narxi ham juda ham yaxshi narxda. Demak, mana bu uyimizning katta darvozaxonasi. Avtomatik tarzda ochiladigan pult upravleniya boshqaruvidagi darvozaxonamiz. Albatta buni ichini ko'rganimizda juda ham mazza qilasizlar, chunki bunaqangi katta va chiroyli uchastkani hali beri YouTube kanallarimizda ko'rmasalaring kerak. Oldimizda yashil hududimiz, gulzorimiz bor. Mana daraxtlarni ko'ryapsiz, juda ham salqin. Mana avtomashina qo'yish uchun ham joyimiz yetarli. O'zingizlar ko'rsalang, где-то bir 6 ta avtomashina bemalol kirib chiqish imkoniyati bor. Uyimizning tagida mana podval qismida eshigimiz ham bor. Buni sizlarga ko'rsatib o'taman. Ikkita tarafdan kirib chiqsak bo'ladi. O'ng tarafimizda eshigimiz bo'lsa va chap tarafimizda. Biz hozir birinchi eshikdan ko'rsatamiz. Shoshilmang, videoga like bosing, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bunaqangi narxdagi ajoyib uchastkani sizlar hali ko'rmagansizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Men sirazi bu joyni tanishtirib o'tib juda ham zo'r qurilgan. Bu yerda bizlar sex qilishimiz ham mumkin, oshxona qilishimiz ham mumkin. Chunki yetarlicha joyimiz bor, parkovkadan muammo yo'q. Uchastkamiz 10 sotlik uchastka. Bu uyimizning tag qismi, ya'ni podval qismida to'liq plashatka ko'rinishda qilingan. Chiroqlarni ko'ryapmiz mana. Yorug'ligimiz yetarli, fortishkalar qo'yib ketilgan. Bu yerda bizni kuxnyamizni ko'rsak bo'ladi. Mana kuxnyamiz, tayyor kuxnya. Orqasida, shu kuxnya orqasida san uzilimiz ham bor. Dush, unitaz, bd hammasi o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Kafellar qilingan. Eshiklarimiz esa ak va alyuminiy profildan tayyorlangan. Do'stlar, mana shu uyimizning osti. Podvalimiz shu yerda bo'ladi va ushbu joydan burchagimizda eshigimiz bor. Mana ko'rib turgan shu burchakda sizlarga yaqinlashib ko'rsataman. Aynan hovlining ichidan ham bu yerga kirib ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, videoni ko'ring va mazza qiling. Albatta shu uchastka sizlarga yoqqan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri uyning egalariga telefon qiling va sotib oling do'stlar. Demak, biz darvozaxonadan uyning ichiga kirib ketamiz. Bemalol mana shu joyda o'zida 10 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi do'stlar. Muhimi bu emas. Muhimi endi boshlanadi. Katta darvozaxona do'stlar. Darvozamiz eniga 4,5 metr, balandligi ham xuddi shunday balandlikka ega bo'lgan darvozaxonamiz. Tepasi mana alkafon qilib qo'yilgan va LED panel chiroqlaridan ham o'rnatib qo'yilgan. Yangi darvoza va mustahkam. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda domofon tizimiga o'rnatilgan, ulab qo'yilgan do'stlar. Kamera nabludeniya ham bor ekan, yuqorida mana kameramiz ko'rsak bo'ladi. Va avtomatik tarzda ochiladigan, pult upravleniya boshqariladigan darvozaxonamiz. Endi buni kengligini ko'ringlar. Men uzun darvozaxona va yaqinlashtirishga harakat qilaman do'stlar. Bu yerda bemalol 10 ta avtomashina sig'dirsak bo'ladi, bemalol 42 metr uzunlikdagi darvozaxona do'stlar. Mana bu ko'rib turgan eshigimizda asosiy eshiklardan bittasi, lekin biz hovlining ichidagi eshikdan kirib boramiz. Mana ko'ryapsizlar, yonida san uzunimiz bor. Demak, hovlimizni tanishtirib boramiz. Oyoq osti to'liq burchatka qilingan. Hovlimiz, ya'ni uyimiz ikkita bo'lakdan iborat. U tarafdan bemalol ota-onalarimiz uchun ham joy qilib bersak ham bo'ladi. Bu yerda ikkita xonamiz bor, kuxnyasi alohida, o'zini atapleniyasi ham alohida qilib qo'yilgan. Uyimizning tashqi fasadi traventin bo'yog'i bilan ishlov berilgan. Traventin bo'yog'i bilan. Xonalar soni 14 ta. Uchastka maydoni 10 sotik. Bu yerda har xil meva daraxtlarini ko'rsak bo'ladi do'stlar. Men darvozaxonamizni ichkaridan ko'rinishi do'stlar. Demak, men darvozamiz pult orqali ochilyapti do'stlar. Mana yaqinlashtiryapman men.
Darvozaxonaning uzunligi 42 metr. Polni navesini yopilgan. 10 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi. Bemalol do'stlar. Endi hovlimizning etagida alohida uyimiz ham bor. Bu yerda o'zining podvaliga ega, o'zining kuxnyasiga ega, yozgi kuxnya. Mana bu joyda tapchan qo'yib qo'yibdi do'stlar. Demak, yozgi oshxonamiz. Podvalni ham bir shunday ko'rsatib o'taman. Ichkari kirib o'tirmaymiz. Ya'ni yozgi холодный komnatalardan bittasi. Bemalol o'zingizga tegishli bo'lgan mahsulotlarni saqlasangiz bo'ladi. U tarafdan ham eshigimiz bor, bemalol kirib foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Demak, hozir uyning ichini ko'rsatishga harakat qilaman. E'tibor beringlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bugun ko'rsatadigan uyimiz juda ham ajoyib va mehr bilan qurilgan uyimiz. Narxi ancha arzon, chunki bu territoriyada uyimizlar juda qimmat. Biz ko'p uylarni ko'rsatdik va sizga tavsiya etaman, aynan shu xonadonni sotib olishinglar mumkin. Katta oilaga mo'ljallangan, aka-ukalarimiz ko'p, oilalar uchun juda ham qulay bo'lgan xonadonimiz. Bu birinchi dam olish xonamiz. Ya'ni qariya otalarimiz, onalarimiz bo'lsa, bemalol, ya'ni xona qilib qo'yilgan. O'zining televizori bor, o'zining отопленiyalari bor. Ushbu xonada ikkita radiator o'rnatib qo'yilgan va bu uyning eng muhimi tabiiylikdir. Ya'ni yog'och polimiz mana ko'rib turibsizlar, tabiiy va sifatli yog'och polimiz qilib qo'yilgan. Patologimiz balandligi 4 metr do'stlar. Va yuqorida ajoyib qandilni ko'rsak bo'ladi. Ushbu xonadan biz o'rtadagi xonaga o'tamiz. Bu xonamiz uy ichidagi oshxonamiz. Mana o'zining oshxonasi ega bo'lgan xona. Chirog'imizni yoqamiz. Uylar ham juda ham yorug' va haqiqiy o'zbekona qurilgan. Yani uyimizning etagidagi uyni ko'rsatib boryapmiz do'stlar. Albatta videoga like bosing, kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Va ushbu uyimizning o'zini alohida san'uzili ham bor. Alohida san'uzili do'stlar. Ushbu xonadondagi barcha narsalar tashlab ketiladi do'stlar. Mana alohida do'konning katollar o'rnatib qo'yilgan va kichkina kravat, ya'ni divanimiz o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Demak, biz xonadonning asosiy qismiga o'tib boramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, chunki bunaqangi uy bu ya'ni hududda topishingiz juda ham qiyin. Mana uyimizning tashqi fasadini ko'rsalar ham bo'ladi. Va e'tibor beringlar, mana chap tarafimizda bu terrasa, ochiq balkonimizlar ham bor. Aynan shu ochiq balkonda yozda bemalol oilaviy dam olsangiz bo'ladi. Bu yerda tapchanda o'tirib dam olsangiz bo'ladi. Demak, hovlimiz ko'ryapsiz. Hovlimizda bir nechta mevali daraxtlarimiz bor. Va ushbu hovlidan ham biza podvalga tushib ko'rsak bo'ladi. Mana bu zina orqali biz podvalga tushib boramiz. Ushbu zina orqali tushganimizda kotyol, ya'ni uyning yuragi joylashtirilgan bo'ladi. Mana kattagina xona, ya'ni kotyol xona hisoblanadi. Katta Ariston boilerimiz o'rnatib qo'yilgan va kotyolimiz, do'konning kotyol. İtalyanskiy, или germanskiy, hozir qaysi davlat tegishligi esimdan chiqib qoldi va kattagina boilerimiz qo'yilgan va uyimizning sistemasi. Ushbu joydan biz birinchi ko'rsatgan katta zalimizga, ya'ni kirsak bo'ladi, podvaldagi zal. Bu yerda tikuv sex qilsak bo'ladi, oshxona qilsak bo'ladi yoki boshqa biznes maqsadida foydalansak bo'ladi do'stlar. Hamma sharoitga ega. Bu yerda ham alohida o'zini oshxonasi ega. Kerakli barcha narsalar bor. Do'stlar, endi uyimizning ichiga kirib borishga harakat qilaman. Albatta videoni ko'ring va o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring. Ushbu xonadon o'zlari uchun o'zlari qurishgan, ya'ni
uyimizni ikkita asosiy kirish eshigi bo'lsa, biza hovlining ichidagi eshikdan kirib boramiz. Mana 4 ta pog'onadan iborat bo'lgan zina, shu orqali biza asosiy
Uyimizga sotuvga qo'yildi. Barcha narsalar tashlab ketiladi. Bu ham bitta spalnya, ya'ni yotoqxonamiz.